Korrupsiya jamiyatda taraqqiyotga, rivojlanishga to'siq bo'lguvchi eng salbiy illatdir. Bugun viloyatimizda ham turli manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida tashkilot va idoralarda targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Qashqadaryo teleradio kanali davlat muassasasida bo'lib o'tgan targ'ibot tadbirida dastavval jamiyat rivojiga to'siq bo'lguvchi korrupsiyaviy holatlarning kelib chiqish sabablari va oqibatlari, unga qarshi kurashish mexanizmlari xususida so'z yuritildi. Viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi mas'uli tomonidan 2024-yilning 5-iyunida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni mazmun mohiyati hayotiy misollar bilan tushuntirib o'tildi. Inson qaysi sohada, yo'nalishda faoliyat yuritmasin, halollik vaksinasini singdirgan holda o'z faoliyatini amalga oshirsa, korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga ham o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha davlat idoralarida, tashkilotlarda va aholi orasida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Shu jumladan korrupsiyaga olib keluvchi omillarni, korrupsiyaning oqibatlari to'g'risida va uni kelajakdagi jamiyatga salbiy illatlar to'g'risida ko'plab tashviqotlarni olib boryapmiz. Undan tashqari davlat xizmatchilari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvini tushuntirish ishlari olib borilyapti. Sababi korrupsiyaning yumshoq shakli hisoblanadi bu manfaatlar to'qnashuvi. Davlat xizmatchisini tadbirkorlik subyektiga aloqadorligi yoki uni ta'sischisi bo'lgani yoki boshqa daromad oladigan mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotganligi va shunga o'xshash bir necha turlar bor. Mana shu holatlarni, tartiblarni buzish ham bu korrupsiyaning bir yumshoq shakli hisoblanadi. Shu masalada ogohlantirish va targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Albatta, jamiyat ko'zgusi bo'lgan ommaviy axborot vositalari xodimlarining o'z ishiga sidqidildan, vijdonat va mas'uliyat bilan yondashuvi bugun mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlar bilan chambarchas bog'liq. Ommaviy axborot vositalari ochiqlik va so'z erkinligi ta'minlangan va bu orqali jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalari vakillariga katta ishonch bildirilayotgan bir paytda soha vakillaridan ham o'z kasbiga cheksiz sadoqat va xolislik talab etiladi. Korrupsiya bu jamiyatni rivojlanishiga eng katta xavf soladigan omillardan biri hisoblanadi. Ijod olamida korrupsiyani o'rni bo'ladigan bo'lsa, ijod qilish to'xtaydi-da. Bugun o'sha jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad ham aynan mana shu korrupsiyaga barham berish. Korrupsiya aslida yurt taraqqiyotining eng katta kushandalaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan bunga qarshi kurashish nafaqat har bir davlat organlarining, balki har bir fuqaroning mas'uliyatli vazifasi hisoblanadi. Yosh avlod ongiga halollik, vijdoniylikni, poklikni singdirish uchun eng avvalo korrupsiyaga qarshi kurashish lozim. Shunday ekan, har bir oiladan albatta bu tuyg'uni singdirib borish kerak. Farzandni ulg'aytirayotgan har bir ota-ona oiladan boshlash kerak deb o'ylayman. Bugun ham bo'lib o'tgan yig'ilishda har bir davlat xizmatchisi o'z lavozimidan foydalangan holda mana shu illatga qarshi kurashish kerak. Davlat ishchisi, davlat xodimi har bir ishi yuzasidan bo'layotgan joyda ham umuman holatda halollik vaksinasi bilan emlangan bo'lish kerak. Bu albatta ishni halollik bilan bajarishda, burchga sadoqatida yaqqol namoyon bo'ladi. Bugungi yig'ilishda ham xuddi shu kabi tushunchalar berib o'tildi va o'ylaymizki, bu bizni ham albatta ishimizda, faoliyatimizda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Uchrashuv davomida yig'ilganlarga korrupsiyaviy holatlarning salbiy oqibatlari va qonunchilikda belgilangan jazo choralari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tildi.